Bir xushxabar aytib ketay. Juma kuni Abdulloh domla, Abdug'ani domla, ko'pchilik xalqimiz ichida Abdulloh domla nomi bilan mashhur ahli ilm masjidlariga bordik. U kishini ziyorat qildik. Hammanglarga alohida salomlari, duolari bor. Haqqimizda ham duo qildilar, haqlarida duo so'radilar. Oldin 2021-yilda kelib ketganmiz. Bilasizlar, shu kelib ketganimizdan keyin o'sha ba'zi Parus e'tiqodida bo'lgan odamlar bor. Abdulloh domlani hurmat qilib yurardik. Abror Muxtoraliy bilan ko'rishdi. Endi u ham aynibdi deyish boshlaganlar. Abror domla borib Abdulloh domlani aqidasini o'zgartirib keldi degan darajada odamlar chiqdi oramizdan. Domla aytadi kecha o'tirib, to'g'ri deydi, siz kelgandan keyin aqidam o'zgardi deydi. Faqat deydi kofega aqida o'zgardi deydi. Qahvaga o'zgardi aqida. Ilgari oddiy o'sha Nescafe'ni ichib yurardim deydilar. Endi Zerlon ichyapman. Uyda deydilar, har turkish qilib olganman deydilar. Americano, cappuccino. Mashalloh. Domla juda shinavanda odamda. O'tirsangiz zerikmaysiz. Sizni ko'nglingizga, sizni saviyangizga moslab ya'ni ajoyib suhbat qilib o'tiradi. Abdulloh domla ham ajoyib. Biz kim kelsa o'ziga munosib tilda gaplashadilar. Salomlari bor hammalarimizga. Alloh umrlarini uzoq qilsin, xizmatlarini bardavom qilsin.